Assalomu alaykum. Ikkinchi mashqqa yetib keldik. Yana o'sha qoidalar. Bitta so'z qo'yishimiz kerak. Demak, matnda qayerdadir bo'lgan u so'z. Boshladik. In the morning, ertalab. I drink coffee before going to nimadir. Demak, ertalab men kofe ichaman before oldin going to ketishdan oldin, qayerga ketishdan oldin. Uni aytmagan. Demak, keyingi gapga qarasak, chiqib keladi mana. At work deyapti. Ishda I meet my colleague and we start the day. Ishda men colleague degani demak hamkasbim, hamkasbimni bilan uchrashaman va biz kunni boshlaymiz deyapti. We start the day. Demak, qayerga ketyapti u? Ishga ketyapti. Demak, going to nima bo'lar ekan? Work bo'lar ekan. Work. Before going to work. Demak, ishga ketishdan oldin kofe ichib, tetiklashib olar ekan. Xo'p, birda tushundik. Demak, 6 ta so'z yozishimiz kerakligini sezib bo'ldingiz menimcha. Part 1 da 6 ta bo'shliqqa so'z qo'yishimiz kerak. Faqat bitta so'z. At work, ishda I meet my colleague and we start the day. Ishda men uchrashaman colleague, ya'ni hamkasbim bilan. Colleagues bo'lsa hamkasblar bo'ladi. Bu yerda birlik bo'lyapti. And we start the day. Biz kunni boshlaymiz. My nimadir helps me with important tasks. Demak, helps ga e'tibor beramiz. S qo'shimchasi. Demak, qachon qo'shilardi fe'lga s? Demak, he, she, it bo'lganda. Demak, bu yerda birlikligini bilib olsak bo'lar ekan. Demak, colleague tushar ekan bu yerga. My colleague, demak, meni hamkasbim menga muhim ishlarda yordam beradi deyapti. Bir-biriga yordam berib ishlarga. Demak, colleague yozilar ekan. Colleague helps me with important tasks. I use my computer to write emails and do reports. Men kompyuterimdan foydalanaman email yozishga va hisobotlar tayyorlashga. Demak, do reports bo'lyapti. After lunch demak obed bo'ldi. Obeddan keyin I check my phone for messages. Demak, yaxshi odati bor ekan, obedgacha telefoniga qaramaydi ekan. Demak, obed qilib, keyin telefonni tekshirar ekan xabarlar uchun. My bir narsa rings and I answer quickly. Meni nimamdir jiringlaydi va men tezda javob beraman. Demak, jiringlaydigan narsa bu albatta bitta oldingi gapdagi phone bo'lyapti. Phone. My phone rings and I answer quickly. I finish my work and go home. Men ishim tugaydi demak. Va uyga ketaman deyapti. At I relax with a good book. Demak, qayerdadir I relax, men dam olaman with a good book. Yaxshi kitob o'qib dam olar ekan. Demak, ishdan keyin qayerga ketdi? Uyga. Demak, at home bo'lar ekan. At home. Uyda yaxshi kitob bilan dam olar ekan. Zo'r odati bor ekan. I call my friend to talk about the weekend. Demak, I call, men telefon qilaman, my friend, do'stimni, to talk about the weekend. Demak, dam olish kuni haqida gaplashish uchun telefon qilaman do'stimga deyapti. My wants to visit me soon. Demak, mening nimamdir, kimimdir, wants xohlaydi. Demak, birlik haqida gap ketyapti ekan. Want emas, wants bo'lgani uchun to visit me soon. Demak, o'z-o'zidan nima bo'ldi? Friend bo'ldi. Free and my friend wants to visit me soon. Demak, meni do'stim menikiga tashrif buyurishni xohlaydi deyapti. Demak, shu weekend dam olish kuni kelib qolsa kerak. I cook dinner and eat with my family. Men kechki ovqat tayyorlayman va eat with my family. Oilam bilan birga yeymiz deyapti. My family likes to watch TV together. Demak, oilamiz yoqtiradi nimani? Birga televizor ko'rishni. Together birga degani. Demak, nimaga likes bo'ldi?
My family. Familyda ko'pchilik bo'ladi desak ham, lekin bitta oila haqida gap ketyapti. O'shaning uchun bitta oila bo'lgani uchun my family likes bo'lyapti. Tushundilar deb o'ylayman. At night demak tunda I prepare my bag for the next. Demak tunda men tayyorlayman sumkamni nima uchun? Keyingi nima uchun? Albatta kun uchun. To'g'rimi? Ish kuni uchun. Endi ish kuni deya olmaymiz, work day deya olmaymiz. Bitta so'z qo'yishimiz kerak, shuning uchun day qo'ydik. Bu bor edi mana start the day bor edi. Demak, men keyingi kun uchun sumkamni juda ham bir tartibli inson ekan. Zo'r. Endi bu mashqni birinchi o'zingiz ishlab, keyin tekshirib bu videoni ko'rib tekshirib olishingizni tavsiya qilaman. Shunda yaxshiroq o'sish bo'ladi. To'g'rimi, noto'g'rimi? Birinchi o'zingiz ishlab ko'ring bilganingizcha va keyin videoni ko'rib tahlillari bilan xulosalab olsangiz bo'ladi yaxshiroq. Demak, bizda odatimiz, demak, muhim lug'atlar bilan tanishamiz. Before going to biror joyga borishdan oldin deb tarjima qilinar ekan. Before going to biror joyga borishdan oldin. Meet a colleague, kasbdoshini, hamkasbini uchratmoq. Meet a colleague, kasbdoshini, hamkasbini uchratmoq. Start the day, kunni boshlamoq. Start the day, kunni boshlamoq. Important tasks, muhim vazifalar, topshiriqlar. Important tasks, muhim vazifalar, topshiriqlar. Write emails, elektron xatlar yozmoq. Write emails, elektron xatlar yozmoq. Do reports, hisobotlar tayyorlamoq. E'tibor bering, make emas, do reports bo'ladi, deyapti. Eslab olamiz. Demak, check phone for messages, telefonni xabarlar bor yo'qligiga tekshirmoq. Check phone for messages, telefonni xabarlar bor yo'qligiga tekshirmoq. Answer quickly, tezda javob bermoq. Answer quickly, tezda javob bermoq. Relax with a good book, yaxshi kitob bilan dam olmoq. Relax with a good book, yaxshi kitob bilan dam olmoq. Visit someone, kimnidir ko'rgani bormoq, ziyorat qilmoq. Visit someone, kimnidir ko'rgani bormoq, ziyorat qilmoq. Prepare a bag, sumkani tayyorlamoq. Prepare a bag, sumkani tayyorlamoq. Demak, bugungi shu. Keyingi mashqda uchrashguncha. Yana bir maslahat. Har bir mashqimizni 10 martadan o'qishimiz kerak. Nimaga bu kerak desak, ovoz chiqarib o'qishimiz kerak. Bu bizni ham readingimiz, ham speakingimiz oshishiga yordam beradi, juda ham katta yordam beradi. Buni albatta qilishimiz kerak. 10 marta erinmasdan, zerikmasdan sabr qilib o'qishimiz kerak. Bu yangi so'zlar, o'rgangan yangi so'zlarimiz ham esimizda qolishiga sababchi bo'ladi. Har taraflama foydali bo'ladi. Ham reading, ham speaking. Eslab qolamiz. Bir o'q bilan ikkita quyon. In the morning, I drink coffee before going to work. At work, I meet my colleague and we start the day. My colleague helps me with important tasks. I use my computer to write emails and to reports. After lunch, I check my phone for messages. My phone rings and I answer it quickly. I finish my work and go home. At home, I relax with a good book. I call my friend to talk about the weekend. My friend wants to visit me soon. I cook dinner and eat with my family. My family likes to watch TV together. At night, I prepare my bag for the next day. Take care. Ciao. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, komment yozishni unutmang. Yangi videolardan qolib ketmaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. PDF faylni esa Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Video izohida qoldiraman. Aytgancha, sizda nechta to'g'ri chiqdi? Agar ishlagan bo'lsangiz. Qaytaraman, avval o'zingiz ishlang. Rasm tashlab qo'yganman Telegram guruhga. U rasmdan o'zingiz ishlab, keyin bu videoni ko'rsangiz, yana ham foydali bo'ladi.